mollarda o'zgarish yo'q почти. Silyos, senaj, atala. Shular haqida bugun o'ta ham dahshatli videorolik qilamiz. Bu nimadan dalolat Lekin hurmatli chorvador, aziz do'stlar, obunachilar, sizlar uchun biz xizmatdamiz. Xudo xolasa, ko'pchilikda savollariga, muhokamalarga sabab bo'layotgan nima sababdan somon, silyos, senaj, atala. Shular haqida bugun o'ta ham dahshatli videorolik qilamiz. Bugun ko'proq senaj, silyos, somon bilan silyos haqida fikr yuritamiz. Xudo xolasa, videoga yoqsa like'lar bosib turasizlar. Biz mana 20-25 kundan beri somon bilan boqyapmiz. Mollarda o'zgarishi juda ham pashti yo'q hisobda. Bir kunda 2-2,5 kilo yem yeyapti. Bu qaror soat tutilsa pashti umuman qo'shgan yo'q. Maqsad odamlarning og'irini yengil qilish, xalqimizni misoli xalqimizga o'zimizdagi bor tajriba, bilimlarni yetkazib, og'irini yengil qilib O'zbekistonda chorvachilik rivojlantirish. Sizlar uchun juda ham tajribali mutaxassis o'zimiz ukamiz, xalq xizmatidagi Jamshidbek ukamiz taklif qilganmiz. Qo'l ostida xudo xolasa bir 30-40 ta fermasi bor. O'zi fond nazoratga olgan 30 mingtaga yaqin mollarni o'sha ozuqasi, sog'lig'i, turar joyiga hammasiga javob beradigan ukamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, molxonamiz deydimi, ishxonamizga to'qish kelibsiz. Sizni xizmatingizga muhtojmiz. O'zingizga kerakli maslahatlaringizni xalqimiz uchun beradigan bo'lsangiz, xudo xolasa ko'pchilikga foydasi tegadi. Ko'rib turgan obunachilar bitta like'lar bosib, o'zlari yana qanaqa savollar qiziqtiryapti, kommentariyga yozib ketasizlar. Inshaalloh biz sizlar uchun xizmatdamiz. Kimi chorvaga oid qo'ni-qo'shni qandosh urug' gruppalar bo'ladigan bo'lsa, fonni uchirib, adres aqtirasizlar. Ko'pchilik inshaalloh va 10 yil oldingi mol boqish bilan 10 yil bu yoqdagi mol boqish juda katta farqi bo'lyapti. Qarab turing. Hozir yana 10 yildan keyin inshaalloh Yevropadan o'tib ketamiz. Xudo xohlasa. Inshaalloh yaxshi niyat biz misol sizga o'xshagan odamlar va boshqa odamlarning tajribasini xalqqa berib turadigan bo'lsak, qarab turing. Bo'ladi. Endi zamon tanlamaydigan, vaqt tanlamaydigan biznes bu chorvachilik bo'ldi. Juda ko'pchilik qiziqyapti. Chorvaga pul tikkan odam, mehr bergan odam hech qachon ziyon qilmayapti. Aka, sizga savol qarab turing. Mollarni puliga, arzonligiga qiziqib ko'rsating. Olib qo'ygandim. Prosta silyosim bor edi. 1 oydan ortiq bo'ldi, faqat somon yeyapti. Bug'doy, makka o'rmalarni yeyapti hozir. Qarang. Mollarda o'zgarish yo'q почти. Qarab turing. 1 oyda pashti qo'shmabdi. 4 kilo 5 kilo vez qo'shganda, meni berayotgan yemlarim qayerga ketyapti. Shu hafta misol o'zida borsa, senaj olib keldim, telefonga aytganimdan keyin 3 kun bo'ldi senaj edi. Endi sal qorinlari chiqishni boshladi. Qarang, Muxtorjon aka. Shu o'yvesi misol 200 kilo chiqadi. Ha, 185 kilodan kelgandi shu o'yvesi. Endi bu yeyishi kerak. 10 kilo, 12 kilo kamida silos yeyish kerak bular. Ha, makka jo'xorisi yeyish kerak. Silos yeyishi yesa yaxshi. Xullas kimdadir imkoniyat bor, kimdadir yo'q. Lekin siz silos bersangiz bularga 2,5 kilo yem yetadi. 2,5 kilo yem yetadi. 2,5-3 kilogacha yem yetib ortadi. Siz yaxshi natija olishingiz uchun. Agar o'shani o'rniga siz somon bersangiz, kuniga misol 5 kilo somon beryapsiz. Somon o'zi berish shart molga, lekin 1,5 kilo 1 kilo silosga дополнительный kletchatka vazifasini bajaruvchi kavush qaytarish uchun. Buni amallarga. Somon bo'lmasa, beda bo'lsa undan ham zo'r. Bedada ham kletchatka ko'p, protein borligini hisobiga u somondan foydaliroq. Silos ichida kraxmal bor. Molni kraxmal tarafdan siz qoplab berasiz. Keyin kletchatka tomonidan 1,5 kilo somon qo'ysangiz, hozir shuna boqayotgan ekansiz, 2,5 kilo yem bilan protein, vitamin, minerallar aralashtirib berganingiz hisobiga molingiz zo'r o'zgaradi. Endi bu yerda somon beryapsiz. 5 kilo, 6 kilo somon kundalik. Siz oldingi 2,5 kilo yem emas, ularga 4,5-5 kilo yem berasiz. Yaxshi o'zgarish uchun. Foyda qilishimiz uchun. Foyda qilish uchun. Hozir somon berib qarab turayman, biz vohalardan, uzoq joylardan so'zlar tekshiradi, demak, ko'rishadi. Somon berib mol boqib foyda qilsa bo'ladi. Ko'pchilik aytadi, o'shunday odamlar aytadi deb o'ylayman men o'zim, qarab turing. Mol boqishda hisob-kitobini hamma yo'g'ini yozib qo'ygan bo'lsa foydasi yo'q deydi. Men o'zim tushuncham bo'yicha agar o'sha odamlar hamma somon berib boqadi deyman. Hozir aytayotgan 2,5-3 kilo yemingizni tarkibida bug'doy qancha, makka qancha, o'zimiz paxta kunjarasi qancha, men sizga endi o'zimizni qishloq tilida gapiryapman. Shular haqida ham misol aniqladigan bo'lsangiz yaxshi bo'lardi, lekin deyman. Qarang, bu misoli 100% somonda boqib,
oldiga kunjara, kepak, arpa, bug'doy, makka aralashtirib berayotganlar. Ko'pchiligi. Aksar 3 ta 4 ta mol boqadi, yo 5 ta 10 ta boqishi mumkin. Aksari siz aytgan hisob kitobni bilmaydi. Pul uyda tursa yo'qolib ketadi degan maqsadda ko'pchiligi mol boqadi. Uning o'rniga mol olib qo'y, molga uydagi kimdir qaraydi, boshqa bo'ladi, shu bilan ovunadi degan maqsadda boqadi. Endi qarang, bu yerda kraxmal degan narsa bor. Oqsil degan narsa bor. Keyin vitamin, minerallar bor. Kletchatka degan endi somon silosdan, bedadan o'rni to'ladi. Siz bunga yetarlicha kraxmal bermasangiz, kombikorm yemni tarkibida 25%, 20% atrofida kraxmal bo'lishi kerak. Oqsil 20% dan 27-28% gacha oqsil bo'lishi kerak. Kraxmalli oziqalar, misoli makka, arpa, bug'doy, kepakda ham bor, kepak endi kletchatkasi ko'proq. Narxi qimmatroq turadi. Keyin proteinli, oqsilli oziqalar, bular semechka kunjarasi, paxta kunjarasi, raps kunjarasi, soya kunjarasi. Ular ham kamyob. Kim ularga kraxmalli oziqalar qaraganda qimmatroq bo'ladi. Hozir qarang, mana shu mollarda siz bo'yicha silos bersam, mana shu yemlarni ham kamroq berib, foydangiz ko'proq bo'ladi. Foydam ko'proq bo'lar ekanda. Hozir Yana vaqtdan yutishni hisobga olish kerak. Hozir bu tarafga kiraylik, mollarni ko'ring. Vaqtdan yutishga ham bo'ldi, siz tushundim. Yana bitta savol. Mollarni ko'ring. Mana shu mol, hozir mana shu qoladi. Cho'g'i ham 13-14 oylik. Bunisi 15 oylik bo'ldi. Qashda ekan, 1,5 oy bo'lgan yo'q. Jovesi 480-500 kg atrofida keladi. Mana shu uchalasi. Hozir bunga rasxodga tayinli rezinkalardan qo'yib qo'yganman. Mana shu rezinka qo'yganim foydasi bormi yo'qmi mollarga? Foydasi bor. Bormi foydasi? Sabab molni qancha vazni kattalashgani sayin bu yerga yotib turganda shuncha vazn bilan yotadi, shuncha vazn bilan turish kerak. Endi vazn tashlayapti. Keyin mol ko'proq muddat yotish kerak. Bir kunda necha soat yotish kerak? Endi 12 soat, 10 soat, 12 soat atrofida yuradi. Kamida. Operator, pulni o'zing kiritamiz, mana shuni ko'rsating. Mana shuni oldingi o'sha nimada ham ko'rganman, mana shu hozir yaxshi emas. Yaxshi emas, qarang, mana bu ham bor-da. Bu nimadan dalolat qiladi? Mana qarang. Shaklli axlat. Ya'ni go'ngi. Go'ngi shakl qattiq holatga tushadi. Bu molni kam suv ichganligidan, ratsionda kletchatkani ko'payib ketganligidan. Keling, Endi novoz. Endi qarab turing. Yana bir narsada ko'pchilik aytyaptiki, ko'pchilikni tushunchasi bo'yicha mollarda holati mana shu holatda bo'lsa, abishni holati tushunyapti. Yo'q. Lekin men o'zim ko'rib, bilib o'rganganim, mana shu holatdan sal suyuqroq bo'lsa, qarab turing. Yerga tushganda, yerga tushganda mana 2 sm, 2,5 sm. mana shu holatda qoladigan bo'lsa, mana shu holatda qarang, suyuqroq. Bu normal holat hisoblanadi. Normal holat. Sabablar bilib bering. Organizmda bu odamda ham, molda ham axlat faqat chala hazm bo'lgan oziqalar axlatdan chiqadi. Chala hazm bo'lgan? Chala hazm bo'lgan oziqalar. Bu chala hazm bo'lgandan keyin bu qattiqlashadi, shakl bilan tushadi. Agar hazmlanish foizlari yaxshi bo'lsa, axlat nima deydi? Sal suyuqroq yerga tushganda sachrashini hisobiga yerda qolishi 2,5 sm. Ko'p bo'lsa. Bundan suyulib ketsa, endi u ham bitta muammo, ratsionda kraxmal ko'payib ketgan yoki oqsil balans yo'qolib ketgan, yoki aksidoz holatlari bo'lishi mumkin. Undan qotib ketadigan bo'lsa ham mana shu suvni kam ichgani, somonni ko'p yegani, kletchatkani ko'p yeganidan bo'lishi mumkin. Endi keyin bu yerda yana bitta muammo, hozir bular oxirini ko'ryapmanda, bir xilda yem tarqatilgan. Lekin bu katta buqalarni yemish kilosi boshqa. Kichkinalarga boshqa. Kichkinalarga boshqa. Endi katta buqalar endi siz Jovesiga qarab turing, mana 500 kilo deylik. Mana shu katta buqa, 1 yoshdan o'tgan buqa, qarang. Jovesiga 100 kilosiga necha kilodan yemish kerak? Mana shu yeyish kerak. Misol 500 kilo bo'lsa, 6 kilo, 6,5 kilo yemish kerak. Mana 100 kilosiga 1 kilo 200 to'g'ri keladi. Ha, 1 kilo 300, 1 kilo 200. Endi bu kilo senash nima bilan boqqaningizda, tomon bilan boqqaningizda bir rasxod ko'payadi. Necha kilodan berish kerak? Qarang, yana shunaqa 1,5 kilodan oshib yeydi. Keyin yana bu narsani ham ko'rsating.
uzunligini ko'ryapsizmi aka? Ha, somon. Somon uzunligini. Molda qizil o'nggachi bor. Qizil o'ngachda sfinkter bo'ladi, katta qoringa tushadigan teshikcha. Keyin katta qorindan qat qoringa o'tadigan narsa bor. Teshikcha. Bu 5 sm, 7 sm, 3,5 sm dan molni tirik nima deydi? Katta kichikligiga qarab farq qiladi. Bu uzun narsani mol chaynab yubordi. Chaynamay, chala chaynaydi-yu mol. Yutvordida ko'sh qaytarishga kelganda buni qaytarib chiqarish kerak yana. Buni nima qilsangiz ham orqaga qaytib chiqishi qiyin. Qilichatgan ko'pligini hisobiga. Keyin bu oshqozonni 4 ta bo'lmadan tashkil topgan, 2-chi, 3-chi, 4-chi bo'lmalarga o'tib ketishi ham qiyin. Oshqozonda ko'p vaqt saqlanadi. O'sha hisobiga. Hazmlanish endi zo'r. 1 kilo, yarim kilo bersangiz bir sutkada bitta molga. Zo'r, yetadi. Agar ko'payib bo'lsa, buni hazm qilaman-da, qarang. Yemni energiyasini sarflab yuboradi. Buni tushunmayapti xalq. Xalq tushunmaydi. Endi Xudo xolasa hozir somon mavzusida, boshqa mavzularda negativ yozganlar ichida bor. Ular bizi boru, ular yozsin. Maqsadimiz qarab turing. Odamlardan aldashmas, yomon yo'lga boshlashmas. Niyatimiz Alloh bilib turibdi. Odamlar yaxshilik qiladi, ko'rsin, bilsin, qarab turing. U odamlarni o'zi misol dunyo qarashini o'zgartirsa, bizni tushunadigan bo'lsa, o'zi uchun yaxshi bo'ladi. Misol gapingiz bo'ldi. Hozir misol o'tirib olib yozib baqa-baqa qilish mumkin. Ulardan umuman xafa bo'lmaydi. Yozsin, qo'lida misol bu kommentariyani men aytaman. Vali oynaga o'xshagan narsada o'zi kim bo'lsa o'shani ko'rsatib qo'yadi deyman. Shunaqa. Qarang, yana mayli somon bersa mana bu yilcha berdi deng. Keyingi yilga misoli 100% silosga to'ydira olmasa ham molni, misoli 30 kilo silos yeyish kerak bo'lgan molga 30 kilo bermasin. 10-15 kilo bersin, silos tarkibida bu siz aytayotgan, misol men aytayotgan kraxmal, boshqalardan tashqari molga foydali bo'lgan kletchatkalar, oshqozon shunaqa muhitda kislotalar mavjud. Mikroflorani rivojlantiradi. Endi keyin u yog'iga somon dababka qilib bersin, iloji bo'lmasa. Keyin somonni ham berganda endi shunday qilib berish xato narsa, drabikadan chiqarsin. Silos topa olmaydigan bo'lsa endi iloji yo'qda voha taraflarda kam silos. Drabikadan chiqarib bir yarim soat, 1 soat oldin suvga o'tib qo'yib bersin. Bu ham bir suvda yuv. Suvda yuvib o'tib qo'yib, misoli har qanaqa bo'lgan mollyuskani nimalari bo'ladi. Ko'proq sholini, paxolini beradigan odamlarda suvda ko'p turgan hisobiga mollyuska jigar qurtini boshqani lichenkalarni o'zida oraliq xo'jayin hisoblanadi, saqlab turadi. Molga har turli parazitlar yo'q qoladi. Suvda yuvib o'tib qo'yib bir yarim soat. Yarim soat, 1 soat. Keyin shuni namiga yemlarni sepib aralashtirib bersa, endi hozirgi boqishda yaxshi bo'ladi. Lekin drabilkada chiqarsin. Maqsad ko'pchilik aytaman-da, maqsad mol o'zingizga bo'lsa, qo'shningizga bo'lsa, mol boqayapsiz, foyda qiling. Shunaqa. Foyda qilmaydigan bo'lsangiz mol boqish kerak yo'q. Foydani ko'paytirish kerak. Foydani ko'paytirish kerak. Misol bu dunyoda yana qaytarib o'tgan safar ham aytdim. Mol boqishdan boshqa ishlar ham bor. Hozir yana ko'pchilik Xo'jayon aka bu yil molni narxi o'ynab turibdi-yu. Molni arzonroq vaqtda olib, somon bilan boqib, mol narxi ko'tarilgan holatda ham sotib xulosa qilib qo'yapti-da. Sabab molni narxi foyda nima deydi? Molni narxi oshib ketdi, chetdan kirib kelmagan misol. Aka yana ko'tariladi. Yana endi men aytmoqchimanki, somon bilan boqib ham foyda ko'rdim deyapti, lekin chetdan kirib kelmagani uchun kattaroq foyda ko'rdim. Yo'q, qarab turing. Shu odam foyda qildim degan odam bor-ku, yana bitta olib ko'rsin. Foyda qiladimi yo'qmi? Yana bitta. Misol o'zimizda buqa boqib, o'zi aslini olib qaraganda foyda qilish juda qiyin masala. Agar go'sht ko'tariladigan bo'lsa, foyda qilish mumkin. Men bitta narsani iltimos qilardim. Imkon bo'lsa sigir boqish kerak. Yoshligidan mana shunaqa mollarni urg'ochisidan olib boqiladigan bo'lsa, qarab turing. O'zimizda ishlab chiqariladi. Mana odamlar qo'rqmasin. Xudo xolasa biz tirik bo'lsak, hamma bilimda tajribani beramiz. Inshaalloh Xudo xolasa shunaqa zo'r anda bo'lib ketadi hali. Narx-navo bu misol hammasini o'rniga tushadi. Faqat biz yosh avlodni o'zimiz misol chiroyli qilib o'rgatib, mollarga misol qanaqa qilib ozollantirish. Endi o'zimdan niyatim bor, siz bilan yana bir 2-3 kishi bor. Hammamiz birgalikda bitta o'tirib, o'sha bir hafta 10 kunlik kurslardan naqa qilib, misol buqa boqish, sigir boqish haqida. Keyin yana boyagi gapingizda bo'ldim. Sut yo'nalishi bo'yicha mol boqsin deyiladi-yu. Bu oddiy chorvador misoli 10 ta, 15 ta sigir boqadigan odamlar kattaroq
to'plolmaganini hisobiga, misoli laktil, sadaf sut, shunaqa qimmatroq narxda sotadigan odamlarga sotolmayapti-da. O'zi uyda ishlab chiqarsa bo'ladi shu odamlar. Ha, ishlab chiqarsa ham bo'ladi. Keyin bular 5000, 5500 mingdan sotyapti-da. U zavodlar undan sal qimmatroqlar. 500 so'm bo'lsa ham, 1000 so'm bo'lsa ham qimmatroqlar. Endi lojini qilish kerakki, yo yig'ib nimadir qilib, Yo'q, endi o'shalarga tavsiya qilaman-da. O'shalarga tavsiya qilaman. Chetgan buzovlardan olib, отдельный qilib boqib sotsa ham bo'ladi. 3 oy davomida. Yangi tug'ilgan buzovni o'rtacha misol ganishtirlarga 6-7 millionga beradi. 7 millionga beradi. Misol sementalni ko'tarilib ketdi, uni foydasi qolmadi faslini. Sutdan chiqaradigan bo'lsa, oyiga 1 million 1 million 200 beradigan bo'lsa, o'sha sutni kerak bo'lsa 6,5-7 mingga qaynatirib olsa bo'ladi. Yana bitta ekan bor-da meni. Gapingiz o'g'lim. O'zi uyda 3ta-4ta sigiri bor-da. Bu birinchi boshladi shu masjidlar, odam gavjum joylarga Damas orqasiga sut olib borib, baklashga qilib, xolodilnik qilib sotishni boshladi. Keyin deng sut sifati zo'r, yeyimni yeyapti, jiri zo'r. Odamlar o'rgatib olib, endi qo'shnilarnikini ham olib kelib, shu odam gavjum joylarga borib, yog'i olinmagan sut deb 7000, 7,5 mingdan sotyapti. Endi odam harakat qilsa, misol separa qilib, yog'ini ajratib, qolganini yog' sifatida sotsa ham foyda ko'radi. Endi hamma ishda ham misol ilm bilan, tajriba bilan ish qilinadigan bo'lsa barak bo'ladi. Mana shu yerda bizni ukamiz bor. Faqat keling-ku. Mana shu bolalarni juda yaxshi bo'ladi. Ochiq gap, hozir men bitta narsaga xursand bo'lyapman. Qiziqishi o'ta bo'ladi chorvaga. Bunga alaykum assalom. Ukam, mana shunaqangi yoshlarga mol bilan shug'ullansin. Qarasin, biz qo'limiz bizning kelajagimiz bo'ladi. Bularda misol 100% qo'limizdan kelgancha, misol o'zimizning gruppamiz bor, Telegramda, misol to'g'rimi? Sizga nima edi nomi? Bizniki Agripir guruh bilan Zootexnik. Ha, Zootexnik. Bizda misol semental hozir mana foydali kanallarda o'zi ko'payib ketdi. Tajribali, bilimli odamlarga ishonib, anaqa qiladigan bo'lsa, hech qanaqangi muammo yo'q. Keyin yana bir narsa aytib o'tay. Odamlarda hozir ko'pchiligi aka bunaqa qilyapti-da. O'qiganda mol boqarmidi degan deyapti-da. Shuna xulosaga komment yozadi, xulosa qiladi-da. Bular o'qiganda mol boqmaydi, deydi. Lekin hozir любой katta biznesmenni ko'ring. Misol 70%ni yo 65%ni fermer. Fermer qilib qo'ygan. O'zini hobbi uchun, tut uchun, shu boyagi inflyatsiyani oldini olay deyapti-da. O'qisin, chorvani ham qilsin. Aka, bu narsada dunyoda 3 ta biznes bor. Birinchisi savdogarlik, ikkinchisi chorvachilik, uchinchisi dehqonchilik. Qolgan narsalar borku, vaqtlar, zamonlar kelib, o'zini xususiyatini, o'zini trenddan tushadi. Misol hozir blogerlarga ish qolmadi deyman. Qo'pqaloq azizlar xafa bo'lib qolishi mumkin. Juda ko'payib ketdi. Hozir endi qolmasin. Misol boshqa sohalarda ham bizni baribir o'zbekchilik. Lekin degan joyi bor. Mana mashina to'shigan yosh avlodlar, chorvaga qiziqadiganlar qo'rqmay anaqa qilmasdan bossin, ziyon qilmaydi. Faqat kalla bilan, bilim bilan, tajriba bilan yondashsin. Misol dehqonchilik ham shu. Dehqonchilik, chorvachilik molni yerda aldamagin degan joyi bor. Misol ko'pchilik ishonib qolyapti, qaytga bir garmon dorilar, misol adalalar, qondan ichiraman deyapti. Shunaqa narsalarga ishonmasdan, misol savdogarlik qilaman deganlar ham o'zi biladi endi. Biz qilamiz. Unda savdogarlikda halol harom yolg'on gapirlashmaydigan bo'lsa, bularda umuman alda bo'lmaydi chorva hayvonlar. Chorvani yerlarda bo'lmaydi. Chorvaga qiziqadigan odamlar abdushi bossin. Buni kelajagi bor, kelajakda ham yuradigan, sinmaydigan biznes. Egasi sinmaydigan bizneslardan turib bu bitta. Savdogarlikda oshxonani ochib qo'yadigan bo'lsa, bitta magazin ochib qo'yadigan bo'lsangiz, yoningizga kattaroq, gigantaroq supermarket ochiladigan bo'lsa, oy yil hisobiga sinib ketishi mumkin. Lekin chorvada o'zingiz xohlab, o'zingiz hali anaqa qiladigan bo'lsa sinmaydi. Keyin hozir o'zimizda misol veterinariya institutlarida o'qiyotgan mutaxassislar bor-ku. Ular ham chetga chiqsin deyman-da men ko'pchilik. Yo chetda mutaxassislari onlayn seminar sotadi. O'zimizning mutaxassislar sotadi, tajribalilar. Ishda o'rgan, yerda universitetda men endi bor, bilimli ustozlar bor. Endi o'zimizga o'xshagan veterinarlar kirib olgan, misol magistr o'qib olib. Ulardan ham o'rgansin, chetda texnologiyasini ham o'rgansa, yuradi O'zbekiston. Endi yana bitta muammo o'tgan safar shu chorvada veterinar doktorlar haqida gap chiqarganimizda ko'pchilik o'sha telefon ham qildi. Men paytda veterinarlarda o'sha ko'rgan bo'lsangiz ham tanqid ham qilindi, ham yonini ham olindi, ham misol
dehqonlar borku, chorvadorlarda, ularga ham kerak tanqid ketildi. Nimaga? Bir xilga zo'r chorvadorlar qilayotgan xizmatiga yarasha pul olmayapti. Shunaqa, yana mana 4 yil oldin ham aka 40 ming 50 mingga molingizga ukol qildirardingiz-da. 4 yil oldin hozirgi 50 millionlik mol 10 million edi aka. Go'sht balkim 60 ming, balkim 50 ming, esimda yo'q endi. Hozir go'sht 120, 130, 140 ming so'm, mol 45-50 millionga chiqib ketdi. Hozirgi kunda ham Xizmat o'sha. xizmatni shu 40 ming 50 ming bergisi keladi. Lekin u 100 kilometrdan keldimi, 50 kilometrdan keldimi? Xudo xolasa veterinarlar ham, chorvadorlar ham ilm bilan yondashib, chorvani boqib, molni davolab, foydani qilishsin. Bizda hech qanaqa qarshiligimiz yo'q. Inshaalloh. Biz fermalarda misoli qanaqadir foydamiz tegadigan bo'lsa kimgadir, to'g'ri yo'l yo'riq ko'rsatadigan bo'lsak, biz ham xursandmiz. Chorvadorlarga bizni videolarni adresa qilib, Jo'natib bittadan like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab tursangizlar, realniy bo'ladigan voqea hodisalar chiqarib yuboradi. Inshaalloh. Qurjon aka, sizga ham rahmat. Aka, bergan maslahatingiz Alloh rozi bo'lsin. Laklab bosib, Xudo xolasa. bitta mashq holatda bitta suratga olib qo'yasiz.